Kvadrati katta bo'lishini xohlagan xaridorlarimiz uchun kvartira chiqardik. 175 kvadrat 3 xona studiya bo'lyapti. Bizlar turgan joy mehmonxona. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona, gilamlar to'shalgan, mehka zona qilingan, bu tomonda televizor va bu yerda bizlarda kattagina oshxona qilingan. Astrovok ham o'rnatilgan, konditsioner ham bor kvartiramizda. Kvartiramizning hujjatlari tayyor, 175 kvadrat. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi Frunzeda Yagondarchan domida joylashgan. Polностью remont qilingan, hamma kerakli mebel jihozlari bilan. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasidan chiroyli qilib kровать, tumbuchka, termo, shifonerlar o'rnatilgan va отдельно dushovaya qilingan. Mana shuni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Qanday sizlarga ma'qulmi, yo'qmi mana shunaqa dushovaya kabinka. Ichida ko'rishlaringizdek unitaz, dushovaya, rakovinalar o'rnatilgan. Kadastr tayyor, bir kunda form qilib olishingiz mumkin. Dvухконтурный kotel o'rnatilgan. Cho'g'li pol radiatorlar qilingan. Asosiy kirib kelishimiz ichiga prixoja mebel qilganlar, chiroyli koridorimiz. Ana endi sanuzulni ko'rsataman. Mana bu yerda bizlarda birinchi sanuzul bu unitaz, rakovina, stиральный mashinka o'rnatilgan. Bu yerda esa bizlarda mana shunaqa kladovaya va mana bu yerda bizlarda отдельно dushovaya qilingan. Va bu yerda ham qisman mebel texnikalar qo'yilgan. Kvartiramizning kvadrati 175 kvadrat, Yagondarchan domida joylashgan. 3 xona studiya, narxini 130 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar. Yana arzonroq qilib beramiz. Ko'rishguncha.